Shu loyihamizni obunachilarimga hadya qilmoqchiman Ramazon sharofati bilan. Shu loyihamizni bepulga olishni xohlaysizmi? Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'ring, sizga shu loyihamizni bepulga beraman. Hop, joyimiz 20 metrga 30 metrga tushyapti. Uyimiz bir qavatli. Bu yerda mehmonlarga alohida bitta uy qilingan, zali, o'zini sanuzeli va yotoqxonasi bilan va tashqariga yozgi tualet bilan. Yozgi oshxona va bu yerda ikkita uchta mashina bilan olib kirib qo'ysa bo'ladigan garaj qilingan. Oilaviy bitta bemalol choy ichib o'tirsa bo'ladigan joy ham bor. Hop, asosiy kirganimizda hol, o'ng tomonda zal, chap tomon bitta oshxona qilyapti. Bu yoqda 4 ta yotoqxona qilyapti. Bu yoqda misol uchun kelin-kuyov, bu yoqda qiz bolalar, o'g'il bolaga detskiy bo'lsa, bu yoqda ota-ona yotishi mumkin bemalol misol uchun ichida sanuzeli bilan. Xolaski kelin-kuyovga bu yoqda misol uchun spalni qilib bersa ham bo'ladi. Ehtiyojdan kelib chiqib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xolasanglar bunisini qurib, bunisini qurmasanglar bo'ladi. Xolasanglar hammasini qursanglar bo'ladi. Xolasanglar sharoitdan kelib chiqib bu joyga ozgina o'zgartirish kiritsanglar bo'ladi. Bu loyihamiz o'rtacha $1000 qiymatga ega. Bu yerda polning ustaligi chizmalar qilingan. Bitta planni o'zimiz mana. Podushkasi, yer to'lasi, birinchi qavatimizda megrov ko'rinishi, o'z razmerlar bilan bu yerda polning ustaligi chizmasi, hamma o'lchamlari bilan tom yopmasi, hammasi qilingan. Bemalol shuni olib joyda qursanglar bo'ladi. O'z mijoz uchun qilingan loyiha bemalol sharoitdan kelib chiqib qurib olsanglar bo'ladi. Bu loyihani olish uchun izohda bir raqamini qoldiringlar va obuna bo'lgan bo'lishingizga, faqat obunachilarga bu loyihamizni bepulga tashlab beramiz. Bemalol pechat qilib olib, qayerda bo'lsa ham, misol uchun bemalol Samarqanddami, Qo'qondami, Toshkentdami, qayerda bo'lsa ham bemalol qurib olsanglar bo'ladi pechat qilib olib. Mana ko'rganingiz 3D ko'rinishlari bilan hammasi qilingan. Izohda bir so'zini qoldiringlar va bepul loyihaga ega bo'linglar.